bu ovqatni qilguncha ancha qiynaldim. Yetmaganiga ovoz berishda ham ancha qiynalib ketdim. Jigarlar, tovuqni oyoqchalarini yog'ga solib cho'tki qilib qizartirib oldim. Hammasini qizargandan keyin kitir-kitir qilib alohida idishga solib oldim jigarlar. Vashi chiroyli bo'ldi, xudo xolasa, ham mo'shni ham so'shni bo'ldi. Ketidan keyin yog'i qizdirib, kartoshkalarni birinma-ketin solib oldim. Kartoshkalarni ham tilladek bo'lib qizib chiqqunicha yaxshilab qovurdim. Usti qattim, lekin ichi yumshoq bo'ldi. Tovuqni ham manirovka qilib oldim chiroyli qilib, qovurib bo'lgandan keyin qozon tozalab, yangi yog' soldim. Namakopli suv tayyorladim. Namakopli suvni nega tayyorlagan keyin bilasizlar. Piyozni yaxshilab qizargandan keyin tovuqlarni, manirovni tovuqlarni yaxshilab qo'yib chiqdim. Ustidan kartoshkalarni taxladim. Chiroyli qilib. Keyin boyagi namakopli suvni sekin quyib yubordim. Namakopli suvni quyganimdan sabab tuz umuman qo'shmadim. Namakopli suv qo'yganimda hammasi dimlanganda o'ziga shimib, tuzlari ham norma bo'lib chiqdi. Keyin sekin dimlab bo'lgandan keyin bitta suzishni boshladim. Chiroyli qilib oyoqchalari bilan hammasini kartoshkalarini taxlab chiroyli qilib suzdim. Shunaqangi so'shni mo'shni bo'ldi, yog'larini soldim. Endi ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Jigarlar bilan bunaqa taom qilib, mazza qilib yeb o'tirsanglar bo'ladi. Suyigidan hil bo'lib ajrab chiqdi jigarlar. Duo qilib hammamiz mazza qilib yedik. Tavsiya qilaman. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.